hamma kishining ko'nglini o'ziga moyil qilmoq. Ay, bugun men albomni ko'rib etib, burunqi bir muallimimni eslab qoldim. U menda cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Nima? Qandoq ta'sir qoldirgan? U sinfimizdagi barliq savoddoshlarni navbat bilan sinf hayti qilib tayinlaydi. Vo, nimandoq yaxshi. U bundaq qilish orqali savoddoshlarni tashabbuskorlik bilan sinfimizning ishlarini joyida bartaraf qilib, o'z ortiqchiligini joriy qildirishga undaydi. Shundoq qilib, u hamma kishining ko'nglini o'ziga moyil qiladi. O'ziga moyil qiladi? Menga so'zlab bera. Ma'qul. Amsa anglab tur. Jougong qadimda elimizda yashagan mashhur siyosiyon. U Jou sulolasining podshohining 2 qatim jazo yurish qilishiga yordamlashgan hamda bir qator tuzumlarni tuzib davlatning amilligini ishga oshirgan. U bilimli kishilarga alohida hurmat qiladigan donishmand kishi edi. Bir kuni Jougong tamoq yeyotganda Begimga ma'lum bo'lg'ay. Biraylan sizlar bilan ko'rishmoqchi ekan. Kimkan u? U bir oddiy fuqaroda qiladi. Meningcha, uning hech qanday bir qobiliyati yo'qdek. Bu gap haqiqatan kishining ko'ngliga tegadi-da. Amalda bo'lmasa nim bo'pti? Odam fazilatli bo'lsa, yuqur-tuvan deb ayrilmaydi. Amsa uni boshlab kerak. Bo'ldi. Sening rostli ta'ming yo'qkan. Uning oldiga yanada o'zim chiqarib tuzikkan. Uni saqlab qo'ymay yana. Mana bu Jougongning hamma kishining ko'nglini o'ziga moyil qilishi. U hatto beshini yuyayotganda biror kishining kelganligini anglasa, chechini tiqimlig'icha uning oldiga chiqib ketadi. Uning bu oliyjanobligi qadimgi kitoblarda aniq xotirlangan. Jougong haqiqatan oliyjanob kishi ekan. Aldılarga chiqanmay, biyadab chiqibdimi? Yo'g'isi. Begi. Nim bo'ldi? Javg'aylarda ashuqi baka. Asta. Aldirab ketib, diqqat qilmabdiman emasmi? Qani marhamat. Jougongning ish izlari keyingilarga mangu asdan chiqmaydigan o'ligi bo'ldi. Keyin ko'ngil tarafdorlari uning oliy janobligini eng yuksak o'ligi qildi. Bu qo'l tutish bo'ldi. Hamma kishining ko'nglini o'ziga moyil qilish, boshqalarga muomala qilishdagi bir xil oliy janob pozitsiyadir. Kichik do'stlar, tushunib oldinglarmi?